Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Salomlar o'sha yana. Otabiyonik kontrol obunachilar bugun men nima desam, shug'ullanagan rejimda 3 ta nimasini ochaman. Ya'ni 3 ta sirini. Unda bo'lmasam go. 3 olsam mashetta bo'ladi obunachilar. Unda biz ham ketyapmiz mana. Birinchi sir qanaqa bo'ladi desanglar, biz ot kiyim olishimiz kerak bilmaganlar uchun. Masalan, mana ot on bo'ladi. Mana qaranglar. Yo'q, xo'p, mana ko'rdik. Mana ko'rdim. Mana kiyim bo'ladi. Endi o'tirdim men ham. Ko'ksdan. Mana kiyimni kiysak bo'ladi obunachilar mana. Rasman ferksiyalar bo'ladi masalan mana. Assalomu alaykum deb bittadasilar asadonda o'larda obunachilar. Endi mana granatani qayerdan oldingiz? Otabiyonik kontrol deganlarni men xuddi shu yerda oldim buni ham hozir. Bu o'shamasa parkour. Hop. Apa. Deyarli o'shada obunachilar. Hozir bu granatani qayerdan olgan so'rash uchun bu ikkinchisi obunachilar. Hozir granata doktoruma doktor Hazane granatını kullanmaya boşa granatı fakat atmıştım mesela. Hazır ben kayıttan granat oluşturacağım. Droplarda bana kiyimli kötü buladı bu yerde sargıcam buna size. Bana bugün böyle en çünkü video diyordum. Bana granatamız. Bizim ortaya olamaz. Parayla yoga yana çıkardı. Şunu akıllı orası. Endi üçüncü söyledik etti. Tak. Bana meydan çıkarsa. Obunachilar. Samolyotda chiqish kerak emas. Mana maydanim. Mana tavuk. Bu yerda